Alaykum, ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kami pechkamiz zavodskoy 1.30ligidan Metan firmasidan Samarqand viloyati katta burilish bo'lib ketdi bu safar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on katta ko'rpa MFga o'rnatib berdik. Akamiz Rossiyada turib ikkita zakaz qilishdi. Kelib, mana Xudoga shukr. Kelib, hamyo'g'ini o'zimiz olib kelib, o'rnatib, yoqib, mana sinab berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. 1.30ligidan umuman tutun qaytarmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Nimaga tutayapti bu? Kraskasi quriyapti desak, chiroyli bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Tozalaydigan joylari 1.30likda 3 ta duxovka bo'ladi. Oldida 2ta o'txona, gaz uchun yonboshda havo, vozdux tortadi. Havo tortadi, ochib qo'ysangiz tezlashadi, yopib qo'ysangiz sekinlaydi o'ta. Xo'p, mana oldi ko'rinishda 2 ta duxovka, bitta tozalagich, pechkani qurumlasa. Mana bunaqa simlari bor. O'zi ichida keladi. Tozalab, chiroyli qilib qurumlab bo'lsa, tutun qaytarsa chiroyli qilib qo'yilaveradi. Ablyusivka qishlari bilan mana chiroyli qilib. Bu oldi ko'rinishi, oldida 1.30likdagi metinda oldida truba bo'lmaydi, orqasida bo'ladi buni. Orqasida ko'rsatamiz hozir. Mana ustagamiz o'tiribdi. Chiroyli bo'lib. Mana joylarni tayyor qilib ochib qo'yishdi, mana kelib o'rnatib yoqdik. Mana orqada duxovka bo'ladi, orqada zigzag chiqib olganmiz, aylanib 2 ta xoti bor. Buniki 3 ta, 4 ta xoti bor buni. Bitta zablonkasi ham bo'ladi. Mana bu tozalaydigan joyi. Bitta, 2 ta tozalaydigan joyi. Duxovkasi bitta bo'ladi orqada. Men orqalari ham kuyib oladi, mana chiroyli oqarib, qurib oladi, kuyib quriydi. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqib olasizlar. Bu safar Samarqandga kelganmiz, Samarqandga keldik. Hamyo'g'ini o'zimiz borib, o'rnatib, yoqib beraveramiz. Sement qum, azus truba, shiperdan chiqadigan bo'lsa, gel olib qo'yishadi, qolganidan borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Videoga bitta dona like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib, tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.